Bemorimiz 05.03 da, ya'ni 2 oy oldin kelganingizda qayerdan keluvdinglar? Qirg'izistondan keluvdik. Qirg'iziston qayerdan? Qirg'izistonda o'sha shahardan. O'sha shahardan nega keldinglar oldimga? Astmasi bor deb lecheniya qo'yishgandi. Biz Rossiyada lecheniya olganmiz. 2 yoshdan boshlangan. 2 yoshdan boshlangan. Hozir necha yosh? 12 ga kirdi. 12 yosh. 10 yildan beri davolanasiz astma kasalligi deb. Nima bezovta qilardi? Hozir menga kelib nimaga erishdingiz? Nafas qisardi. Nafas qisib engishib qolardi-da. Bukchayib qolardi. O'lchashsa ham ta'sir qilmasdi. Hozir dangi momentda zo'rda, yaxshi yuribdi. Biz anchadan beri doktorga bormadik unaqa lecheniya qilib. Men 2 oydan beri уже bormadingiz. Bormadik. Mengacha faqat doktor dedingiz. Постоянно doktorga. Dori bersangiz ham nafas siqish qo'ya olmayotdi. Yo'q, qo'yib yubormasdi-da. Qiynardi. Alhamdulillah 2 oyda hozir juda katta yutug'ga erishdik. Zo'r maza qilib yuribdi. O'zi ham yaxshi yuribdi. Qanaqasi? Narsalarni yeb. O'zgarish sezdingmi? Nima sezdingiz? Aytchi. Lyoqist pisayli bunaqa oson bo'lib qoldi. Yugurganda ham bunaqa oldin nafasini qisib qolasizda, hozir yaxshi, Allohga shukr. Hozir yaxshi. Bizni qilgan ishimiz bu bemorimizga, o'shdan kelgan mehmonlarimizga sifatli tekshiruv o'tkazildi. Mana snimkalar qilindi, o'sha 05.03 da kelganlarida va kerak analiz qilib, to'g'ri tashxis qo'yib, davolar berdi. Bu astma bor, yo'q emas, astma tashxis qo'yilgan taqdirda ham nafas butunni siqish kerak emas. Inson o'zini shuncha rivojlangan tibbiyot sohasida yengil his qilish kerak. Biz hozir bu astmani olib tashladik demayman yoki astma bor yo'q demayman. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana 2 oyda bolada nafas siqish bo'lmagan va to'g'rimi? Xudo xolasa shu vaqtgacha 10 yil ichida tez bu narsa bo'lgan, faqat cho'kib borgan bola. Nafas siqib o'rgan dorilar bilan faqat cho'zib yurishgan. Mana hozir 2 oy ichida bizda orchi dori olasizlarmi? Yo'q, dori. Umuman dori yo'q. O'zingiz yozib bergan dorilaringiz davomli lecheniya nima qilyapti? O'sha men yozib bergan, bu yerda infeksiya chiqqanida, organizmda doimiy yemirib kelayotgan infeksiya bor edi bizda. O'sha infeksiyalarni tekshirdik. Agar nimadir qiziqayotgan bo'lsangiz, bu mikoplazma pnevmoniya infeksiyasi edi. Shunga qarshi davo qildik. Bu men 10 yil ichida mikoplazma nafas siqib kelgan deb aytmaymiz, lekin bu holatda global bizani bezovta qilayotgan muammolarni bartaraf qildik va mana yechimga, natijaga, yutuqqa erishdik. Xudo xolasa biz nazoratdamiz. Bu bemorimiz yana 3 oydan keyin qo'yib beramiz. 3 oydan kontrolni yana o'shdan mehmon bo'lib keladi O'zbekistonga. Xudo xolasa biz nazorat qilamiz, to'g'ri yo'ldaligimizdan yana Xudo xolasa sababini qilganimizni isbotlab yurish uchun. Mana hozir 2 oydan keyin 2 oy ichida orchi dori olmadi, lecheniya paytida nafas siqmadi. To'g'rimi? Da. Hammaga shunaqa muammosini tez hal bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.